Bizning dаңlıq rəssamlarımızdınki yaşınıb qapdı, salamətligi naçarlaşıbdı, görüş quvvəti naçarlaşıbdı. Şuna biz bir qədər yaş, sənət cəhətlik tərbiyələnişi nəhayət yaxşı olğan, həm içkiri ölkələrdə, həm chet ellərdə məlum dərəcədə namı var. Həm özümü ənənəvilik bilan zamanəvilikni, qədimilik bilan yenilikni nəhayət muvaffəqiyyətli halda birləşdirə alaydı deb qaralğan rəssamlardan izləyələ deb ahiri biz Necmiddin Azizini tapdık. O Necmiddin Azizi özü içkiri ölkələrdə nəhayət yaxşı sənət tərbiyəsi görgən. Chet ellərdə uzaq mezgil turuş jarayonidami o'sha rassomlik san'ati jihatdan cho'nqur izlangan. Ayol ikkalasi rassom biz talabimizni bular yetkazgandan keyin bu Necmiddin Azizi bu talabimizni nəhayət xushallik bilan qabul qildi. Bu qabul qilishda ikki jihatdan nəhayət xushallik bilan qabul qildi. Birinchisi o'zining shundoq bir xalqning qalbiga yaqin ham xalqni yoqtiradigan milliy obrazlarning rasmini chizishni o'ylaydiganligini dedi bizga. Yana bir jihatdan meningki buvam Tashaxonim shu Suxboraxonningki qabrisini yasatishga ko'ngil bilgan ekan, meningki tog'am bo'lgan Sayfiddin apandimmi shu romanni yozibdi. Men rassomlik hayotimda ham Suxboraxonning obrazini muvaffaqiyatli bir yaratib qo'ysam, bu meningki oilaviy jihatdan aytganda bir shon sharaf deb bu taklifimizni qabul qildi. Shunga 4 oy vaqt ketdi. Demak, nəhayət astoydil sizdə bütün zihnini berdi. Ayol ikkisi 4 oy qumulda turib, o'sha rasmni chizib chiqib, andan keyin mana bitdi deb bu rasmni bizga ko'rsatdi. Biz bir Suxboraxonningki obrazining barliq kelganligidan nəhayət suyundik. Aslında qalxdı bu kitabni yazgan jarayonda, mesela bu kitabni yazganda men Beyjingda köp paranlaşılgan şu vaqtlarda şu Suxboraxonning tarixi, obraz doğruluq. Men bu obrazni yaratishga nəhayət qiziqdim. Hem bütün zihnim bilan buna kirishdim. Aldınqı 4 ay jarayonda aldınqı 1 aydan oşuq 2 ay vaqtda asosan material ko'rdim, material izledim. Meningcha olsa mayli xulqi mijozi, mayli xarakteri, mayli shu vaqtdagi madaniyat asosi, anakin din nuqtadan o'zim to'g'ri qardim. Shunday bir obraz chiqsa, balkim Suxboraxonga yaqin bo'lish kerak. Chunki bu faqat bir xil tasvir ostida bo'lgan yaratgan bir obrazda. Palliga yetolmay qolsimu qabram. Manzildan manzilga bosidu navram. Ajdodi izlari qolgan yo'l bilan yetkisi palliga tuman ming chavram. Endi balkim Dolqun apandim sizlar mushu ovozliq nashrni ishlashda, mushu muqovin loyalashda, mush portret rasm, balkim mushu asarning qiymatini oshirish, ovozliq nusxasining bugungi o'sniga bir yangilik bo'ldimi qandaq? Shundoq. Biz nashrdan chiqish oldida bizning nihoyat ko'p zihnimiz mush portret rasm to'g'riliq bo'ldi. Chunki mazmuni ilgari nashrdan chiqqan, radioda anlatilgan, uningdan biz jiq qusur topqidek masala yo'q. Ammo portret bir chiqqandan keyin xalq orasida e'tirof qilinadi yoki jamoatga e'lon qilindi. Buni e'tirof qilish masalasi va har xil g'ulg'uli bo'lishi mumkin, fikr bo'lishi mumkin. Shuning biz bu masalaga nihoyat astoydil muomala qildik. Shuning oldi bilan munosabatlik shu san'at mutaxassislaridan fikr oldik. Ondan bu asarga munosabatlik bo'lgan Sayfiddin Aziz oilasidan fikr oldik. Ondan nashriyatning o'zidimi muzokara qilib, shu Necmiddin apandiga bir shu kasbiy jihatdan shuncha kuchli bo'lgan Necmiddin apandiga bir fursat berib, shu jamoatchilik avval bir o'tirib qo'yish, jamoatchilik bir-birlab buni baho berib, ondan asarning qiymatini oshirayli deb o'yladik. Chunki endi bu asar haqiqatan hozirgacha bo'lgan portretlar ichida bir qadar yangi elementlar ko'p qo'shilgan bir portret bo'ldi. Bayam Dolqun apandimni tanishtirganda biz dedik, Millatlar Unsin nashriyotining muavin boshlig'i deb tanishtirdik. Unda bo'lgandan keyin Unsin ishlarimizning taraqqiyoti haqida ba'zi bir savollarni so'rag'imiz kelyapti. Endi shu saxta Unsin buyumlarini to'sish ham shu haqqoniy yoki to'g'ri yo'l bilan chiqayotgan Unsin buyumlarining hurmatini saqlab qilishda sizning qanday fikr takliflaringiz bor?
Endi bu Unsin buyumlari yaqinqi yillardan buyongi yangi shay. Optik diskini asosi vosita qilgan mushkul taritish shakli Abnur rayonimizda yana cho'ng bir bozor bor. Ammo bu bozorni mushu saxta nashr buyumlari egallab ketyapti. Bu hamda saxta nashr buyumlariniki bundaq olib ketishda bunda 3 sabab bo'ladi. Birisi qonun nizomlarninki mukammal bo'lmasligi. Ikkinchi birisi texniki sabab. Uchinchi birisi xalqninki mushu bilim mulk huquqi bo'lgan tonishi, saposi masalasi. Bizning munosabatli qonun nizomlarimizning e'lon qilinish nisbati jamiyatdagi saxta nashr buyumlariga nisbatan aytgan chaqda nisbatan kengroq bo'ldi. Mayli qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, saxta nashr buyumining o'zi bir qonunsiz faoliyat. Bu emniyet xalqimizning o'zininki madaniyat faoliyatiga, madaniyat shirkatlariga, nashriyat o'rinlariga o'rtaq ziyon yetkazadigan bir ziyonli ish. Hozir men qarsam nurg'un saxta nashr buyumlarining ichida bo'libmi bizning millatlar o'zin nashriyatining nomini ishiltib saxta nashr buyum qilgan mahsulotlar yamanjiq ekan. Endi undaq emas, bizmi boshqa nashriyatlar bilan birlikda biz qadam-qadam qonuniy yo'l bilan nashriyatimizning nomini ham marka huquqini biz tan qo'g'dirmoqchi. Endi uchinchi birisi bu xalqninki qonun engi yoki asar huquq engi masalasiga kelsak, buni haqiqatan davlatimiz fuqarolarininki bu jihatga engini ham qonunga tayinib, ham axloqqa tayinib ko'tarishimiz kerak. Buning bir jarayon ketadi. Yana birisi Unsin bozori bilan an'anaviy kitob nashrininki munosabati masalasi. Masalan, an'anaviy mushu qog'ozni vosita qilgan nashr shakli bag'on siri doirasi kichiklayotdi. Torni, elektron kitobni yoki Unsinni vosita qilgan bu nashr shakllari bag'onsi doirasi kengayotdi. Ham mening ko'z qarashimda mundaq. Qog'oz kitobninki doirasi bundan keyin bag'on siri ozaydi, lekin u yo'qolmaydi. Uning qog'oz kitobning qimmati yanada kishilarni uzoq vaqtgacha astoydil konkret ko'rdigan odamning nisbatan u mangu uning o'zining qimmatini yo'qotmaydi. Ammo kishilarning tanlash shakli har xillashidi. Endi Yalqunqa Najmiddin apandim Qumuldi ayoli bilan ko'p ijtihod qilib, mushu asarga cho'kib, oxiri mushu obrazni muvaffaqiyatli yaratibdi. Endi siz mushu obrazninki yaratilishininki muvaffaqiyatli taraflari, yorqin nuqtalari qaysi taraflarda deb qaraysiz? Bu rasmni ba'zilar biz ko'rsatib bakkandan keyin kishilar ba'zilari o'zininki fikrini dedi. Biz bu fikrlarni xulosalab baksak mundaq bo'ldi. Ko'pincha kishilarninki kallasida podsho degan undaq bo'lmaydi ekan. Podsho degan 1001 kecha hikoyalaridagi arab podshohlaridek bo'lish kerak ekan. Ya'ni ba'zilar o'ylaydi ekan, bu cho'qim janggohda jangga qo'mondonlik qilayotgan surlikmi jang kiyimlarini kiygan hayvonlik holatda bo'lsa, undan bu Sutxo'bug'raxonning haqiqiy obrazi bo'ladi deb o'ylaydi ekan. Amaliyotda Sutxo'bug'raxon qanday tarixiy reallik ostida dunyoga kelgan deganda, Qarxonilar xonligini qurgan qabila necha ming yillik chorvachilik madaniyati an'anasiga qabila. Bular Qarxonilar xonligini qurgan vaqtda o'zining madaniyat an'anasi bilan to'liq xo'shlashib bo'lmagan. Sultan Sutxo'bug'raxon tunji qatam Uyg'urlarda keng ko'lamli e'tiqod islohoti olib borgan, ham madaniyat islohoti olib borgan. Ham bu islohotni qachon olib bordi deganda yosh vaqtida olib bordi. Shuna Sultan Sutxo'bug'raxonningki mayli madaniyat tarixi orqali ko'rinishi bo'lsin yoki real jamiyatdagi shu vaqtdagi ziddiyatlarningki nuqtasi turayotgan ahvoli bo'lsin, Sultan Sutxo'bug'raxon umuman 3 turli ziddiyatningki markazida turgan. Birinchisi tog'isi o'g'ilchaqdan o'ziga mansub bo'lgan xonlik taxtini tortib olishdan iborat mushunday bir keskin kurashni boshdan kechirgan. Şu an bunun vücudunda bir xil tavakkülçilik, qaysarlik, nəhayət müstəhkəm bir iradə var. Bu onun xarakteristikisi. Yəni bir cəhətdən dünyadakı islahatlar içindəki nəhayət qiyin bolğan məşə etiqad islahatını əməlgə aşırğan. Demək, etiqad islahatını oңuşluq əməlgə aşırışmı bir adamın həyatındakı nəhayət çoğ tavakkülçilik hem nəhayət mükəmməl bir əxli qurulmağa ega, tədbirçan bir adamınki qoldan keldiği iş. Şuna Sultan Sutxo'bug'raxonningki xarakterda intayin sharafni ko'rarlik ega ham nəhayət zil məsələlərini bir taraf qila oladigan aql farosatga ega shunday bir xarakteristikasini ko'ra olamiz. Shuna bu Sultan Sutxo'bug'raxonning obrazini yaratgan vaqtda Abdullah dal mana mush tarafdan nazar tutib, uni hashamatlik, surlik o'rdining ichida qo'ymagan. Qirchab qaynayotgan jang maydoniga qo'ymagan. Uni sirtda muayyan bir payt va muayyan bir masala ustida nəhayət jiddiy keskin bir ifoda bildirayotgan holatini shunday bir momentdan tutib olgan.
o'zininki so'l yonpishidagi qilichni so'l qo'li bilan mahkam tutganligi, andan keyin o'ng qo'lida o'zining maydasini ko'rsatib turib, "Milli bo'ldi ekanman, bu ishni oxiriga chiqarmay qo'ymayman" deydigan bir xil irodasini namoyon qilayotganligi chiqib turdi. Bu bir islohotchining obrazi. Bu bir yeni bir tarixiy davrni yaratadigan odamning obrazi. Shuningdek kiyim-kechakka hashamat berish orqali obrazning surini oshiradigan mandaq an'anaviy qalbdan qochib, iloji va obrazning ichki ro'yitini qazadigan, xarakteristikasini yaratadigan, barliq ko'ngil bilish nuqtasini uning xarakterini ichib berishga yaratgan. Shu Rusayt akamizning Tangirtog' tarimsir kechmişdullah degan bir she'rda Sultan Sutuq Boraxon haqida to'xtalgan ozroq bir she'r bor. Shuni bir o'zlaringizga sunsam. Bir zamonlarda Qaraxonlar xon bo'lib, danqi keng alam ichida afshon bo'lib, chopchigan baytallar raxshan bo'lib, olmiliq machindiki maydon bilan. Boshqacha nusrat to'lgan o zaman. Boshqacha javland bo'lgan o zaman. O zamanda yurt paravan el aman, dil huzurida şerbeti peyman bilen. Şu zamanın katısı Sultan Sutuq. Ebeli adaletin küçüp yürüyen utuq. Kiyinki tarih betleri bolğaş tutuq. Ruh yığılap töktü yaş Afgan bilen. Biz bugün söhbət üstəlimizdən orun ağan Dolqun Qadir şundaqla Yalqın Roza əpəndimlərlə nəhayət köngüllük paranlaşdıq. Tarixning aks sadasi Sutuq Buğraxon romani degan temada nəhayət köngüllük paranlaşdıq. Xalqimiz seg'ingan esil asarlarning har xil vositalar orqali xalqimiz bilan yuz ko'rishi nəhayət xo'shallik ish. Biz bu asarning barliq kishilarga manfaat shundaqla lazzat ato qilishiga chin qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz.